Gentraning zadnisi ishlamay qolsaga tranzistor qo'yish o'zini mikrosxemasi butun bo'lishi ham mumkin yigitlar. Butun bo'lsa ham perxantlar ko'p chiqarsa bundan oldin butun bo'lgan bo'lsa ham keyin olib tashlaysiz. Mana turadi. Femina sekinlik qizitib olib tashlaysiz. Hech masalaga nimalar kerak? Mikro relay hamda bitta tranzistor 882 bo'ladi. Mana shu teskari qo'yib olasizlar. Qo'ygandan keyin tranzistorni chap oyog'ini mana shu komanda kelib turibdi. Miyadan mikrosxemadan shunga olib olasizlar. O'ng oyog'ini massaga berasizlar. Mana konsentr oldiga qarshi 5 qarshilikda ulaysiz. 30 bilan 86 ni mana shu shaklni eng pastki simga berib olasizlar. Qayrib olmagan, ya'ni sindirib olmagan, tepadagini sindirib olasizlar. Mana tablodan ajratib olasizlar. Mana ajratilgan. 87 ni berasizlar bunga. Relaydan chiqishini. 85 ni mana tranzistor 30 ga berasiz. E'tiborni o'sha ulab olasiz. Hech qanaqa qarshiliklar, diodlar kerak emas. Faqat ehtiyot bo'lasiz. Mana shuni uzunga eslayozdan chiqmasin mana. Gentra zadnisi ishlamaganda o'sha relay ulanib oladi, cho'tki ishlaydi. O'sha ya'ni testdan o'tganman, o'zim ko'rdim. Cho'tki sifatli. Konkret mana shunaqa. Rasmlarni tashlab qo'ymoqmiz.